O'riqlashni boshlab, ig'irlikning tushishi ostilab qolgan bo'lsa yoki tushmay turib olgan bo'lsa, siz ko'nglingizni yerim qilmay xush bo'lishingiz kerak. Haqiqiy may ko'ydiradigan bosqich keptiman. Haqiqiy o'riqlashga boshlabdiman deb xush bo'lishingiz kerak. Bu nima degan gap do'stlar? Ig'irlikni tushirishni boshlagandan keyin, o'riqlashni boshlagandan keyin asosiyatdan %95% odamniki ig'irligi dastlabida tez tushadi. Balkim 2 kunda 1 kilodan ig'irlikni tushib 90 kilodan 85 kiloga bir hafta 10 kunlam tushib bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Undan dik aslab ketdi shundaq o. Dastlabida nemishqa ig'irlik bunda tez tushidi? Nemishqa bunda jiq tushidi? Sababi sizning tushgan ig'irligingizning orasida maydan boshqa, ya'ni ko'proq suvlar bor. Chunki siz burun asos ochliqlarni emas, un gurish tamoqlarini xohlagancha aytingiz. Shu tamoqlar badaningizga bir muncha suvni saqlayoladi. Endi o'riqlayman deb shu un gurish tamoqlaridan azroq qisdingiz-ku, badanning ichi xuddi bir o'lingini siqib etgandek, shu suvlar sirtqa chiqib ketgachga dastlabida ig'irlik sal tez tushdi. Ammo badan degan siz o'ylagandan bek iqtidorli qaranglar. Bu ig'irlikning shu bir odamning ig'irligi o'zining hozirgi ig'irligidan 5% dan 10% kichik tushsa ham, u chaqda meningiz badaningizga bir inkos berdi. Kontrol qilayli, balaning ig'irligi bek tez tushib ketib bordi. Aytugim biroqli yo'qab ketmasin, insonlar yo'qab ketmasin, shu bo'yicha o'riqlab deb sizning ig'irligingizni qisib qo'ydi. Gapim tushunib qoldimi? Tushmay turib oldi. Ammo bu chaqda maylar kuyverdi. May qancha jiq ko'ysinmi, sizning ig'irligingiz ost tushadi, chunki may degan yenik narsa. Gapim tushunib qoldimi? Bu chaqda siz qat'iy tashvishlanmang, ko'nglingizni yerim qilmang, bel aylanmangizni o'lchab beqing, cho'qim o'zgarish bo'ladi bir haftada bir qitim. Ig'irligingiz ya 100 gram tushdi ya tushmadi, ammo bel aylanma kichiklaydi. Dal siz o'riqlayapsiz degan gap. Ig'irlik bak kirishib qolmayli, tarozining ustiga chiqib va mayli planimiz buzilib ketadi. Gapim tushunish bo'ldimi? Ig'irligingiz ma'lum yerga tushib to'xtadi ya. Mishada to'xtab qolganda bir hafta 2 hafta olib ketdimi? Anadagi mush ig'irlik badan ko'ydimi? Yana pastga ig'irlikni tushirib berdi onu. Biroz to'xtab yana tushdi. Shu yergacha sabr taqatli bo'lishingiz kerak. Jiqlar misha kelgan chaqdilam, voy tushamaydigan o'xshayman deblam yana cho'ngib keynigan. Sabr taqatli odam yengib chiqadimi o'riqlashda. Gapim tushunish bo'ldimi? Endi erlar 70 kiloga atrofiga tushganda, ayollar 60 ning töviniga tushganda, anandagi haqiqiy pingtaychi degan narsa bo'ladi. Masalan, bel aylanmangizmi kichiklimidi, ig'irlikmi tushmadi. Bu chaqda yeyotgan tamoqlaringiz azroq tangsaysiz, lekin siz u yerga kamidingiz 90 kilodan 85 ga tushiblar, men pingtaychi bo'lib qoptiman deb o'zingiz diagnoz qo'yib olmang. Bu pingtaychi emas, shovji shu oltiga. Bel aylanmami 1 santim kichiklimsa, ig'irlikmi 1 gram tushsa, uni biz pingtaychi deymiz. Uning siz oldirab kirmaysiz xotirjam bo'ling. Sabr taqatlik bilan yana tamoqni hozirgidek planliq o'rinlashtirib, o'rinliq qilmay ancha-muncha harakat qilib pasingizlar to'xtab qolgan ig'irlik yana vash pastga tushadi. Ma kayfiyatingizni tanishayman deb men bek kuchab ketib, o'zimning kayfiyatni chorib ketib bordi. Unda qilmang. Bir kayfiyatlar turaqli holatda, yenik holatda o'riqlangan men o'tinay. Ma'qulmi? G'ayrat qiling.